Mana hozirgi kunda ko'ryapsiz, piyoz mahsulotining muammosi juda ham yuqori darajada. Ko'p piyozni omborlarga qo'ygan dehqonlarimiz ko'plari ziyonda. Sababi e'tiborsizlik oqibatida yillar davomida o'sha qoplarning ichiga sifatsizini o'qlash, erta uzib olishligi, xom mahsulotlarda biz ko'p chiqarganligimiz oqibatida mahsulotlarimiz boshqa davlatlarda talab pasayib ketdi. Oldin masalan Surxondaryoda birinchi piyoz pishadi. Piyoz pishishdan oldin yuzlab furalar borib bizga piyozni bering turardi. Nimaga? Hozir biz birinchi pishirib olaylik, birinchi chiqarib olaylik, birinchi eksport qilaylik degan tushuncha bo'lib qolgan. Ichki bozorga ham, lekin buni ichiga solinayotgan piyozni o'zagi yomoni, yetilmagan piyoz, mayda piyoz, kalibri har xil standart piyozlarni solishlik oqibatida o'z bozorlarimizni yo'qotdik. Piyozlarga ishonch yo'qoldi. Hozir mana bugungi kunda Qozog'istonda bo'lgan holat, bugun video tashlashib berdi, o'qlangan sifatsiz piyoz borgan. Bu juda ham bizni vatanimiz uchun, yurtimiz uchun juda ham achinarli holat. Har bir fuqaro uchun og'riqli holat bu. Muhtaram prezidentimiz olib borayotgan islohatiga ochiqchasiga qarshi chiqib, menga bo'laveradi, men e'tiborsizman, men qilaveraman, men o'zim o'ylayman, o'zim daromad qilsam bo'ldi degan ayrim qatlam shu ishdan ovora. Pishmagan piyozni, pishmagan mahsulotni chiqarish bu davlatning imiji, brendini tushirib yuborishligiga olib kelyapti. Albatta O'zbekistonning imiji har birimiz uchun kerak. Davlatni obro'sini ko'tarishimiz kerak, davlatga valyuta qaytib kelish kerak. Hozir 100 minglab gektarda yetishtirilib kelayotgan piyozni shoshmasdan pishganda tushishimiz kerak. Biz shoshilib qo'yish oqibatida ko'p xatolarga yo'l qo'yyapmiz. Nima deydi? Shoshqaloqlik va o'zbilarmonlik oqibatida va qadoqda noto'g'ri qadoqlash, pishmagan xom piyozlarni o'rtasiga shu turba qo'yib yoki qanaqadir o'qlanishli kalibrli standart har xil kalibr piyozlarni sovurish bizni O'zbekistonning piyoziga bo'lgan ishonch boshqa davlatlarda yo'qolib bordi. Hozirgi kunda ham shu holat kuzatib kelinyapti. Mana Surxondaryoda 2 kun tushuntirishlar davom etdi. Toshkent Food City bozorlarida eksportga ham, ichki bozorga ham yetilgandan keyin albatta xalqimiz va eksportga biz bemalol chiqara olamiz. Shoshmasdan, kalibri alohida qilib. Masalan, 40-50 kalibr bitta qopda alohida, 60-70 kalibr bitta qopda alohida shuna qilib eksport qilishimiz kerak. Bizni 70 dan 40 gacha aralash bo'lib ketyapti. 20 kalibrni ham sovoryapti. Bu bizni davlatga bo'lgan ishonch va o'qlanadi, aldanadi O'zbekistondan kelgan piyoz degan tushunchaga ega bo'lib qolyapmiz. Albatta bu ishlarimiz xato va bizning kamchiligimiz, bizning eng og'riqli holatimiz. Shuning uchun iltimos qilamiz, O'zbekistonda piyoz, poliz ekinlari bilan shug'ullanayotgan karam, boshqa mahsulotlar yetishtirayotgan dehqon bog'bonlarimizdan iltimos kalibrni bir xil qilib, alohida qilib solib va eksport qilishimiz kerak. Xalqimizning dasturxoniga va tashqi bozorga ham. Mevalarda ham shu. Mevalarda ham O'zbekistonning mevasini pishgandan keyin yetilgandan keyin pishgan sari baquvvat bo'ladi, shira kiradi, mahsulot o'zini chidamligini ortqizadi. Chiroyli mahsulotni eksport qilsak O'zbekistonda yuzi bo'ladi. O'zbekistonda yuzi degani